Quyidagi sistema berilgan. Agar bir jinsli plastinadan 60 gradusli sektor kesib olinib, quyidagi ko'rinishda joylashtirilsa, sistemaning massa markazi qanchaga ko'chadi? Birinchi o'rinda sektorning massa markazini topamiz. Massa markazini topish integral orqali amalga oshirilganligi sababli tayyor formuladan foydalanib ketamiz. 2/3 sin alfa taqsim alfa formulasida. Alfa bu sektorning yarim burchak qiymati. Sektor burchagimiz 60 gradus, yarmini 30 gradusda hisob kitob qilib qo'yamiz. Bu hozir bizga kerak bo'ladi. Ya'ni 2/3 sinus 30 gradusda 1/2 ga teng, 30 gradusda 1/6 radian. Soddalashtirib qo'yamiz. Qolib ketgan ekan r, ya'ni 2r taqsim pi bo'ladi. Sferaning massa markazi 2r taqsim pi bo'ladi. Demak, endi qolgan jismni, ya'ni delta m massa deymiz, kesib olinganda mx massa deymiz. Mx massa va delta m massa. Delta m massaning qiymati, ya'ni massa markazi qanchaga surilganligini topsak bo'ladi. Bu uchun bizga momentlar qoidasi yordam beradi. Ya'ni bu sferani joyiga qaytarib qo'yadigan bo'lsak, yaxlit plastinaning massa markazi aylananing markazida yotadi. Shu markazga nisbatan moment olamiz va o'z-o'zidan mx massa, delta m massani keyingi massa markazini topa olamiz. Xo'sh, bu yerda massalarni sigma s orqali ifodalab olamiz. Sigma ya'ni sirdishligi va plastinaning qalinligi hisobga olinmaydi. Ikkala sistema uchun ham bir xil bo'lganligi hisobidan sigma s ishlatamiz. Demak, delta m ya'ni mx massamizni umumiy yuzamiz s deydigan bo'lsak, 60 gradusli burchakka to'g'ri keladigan yuzamiz aylananing 6dan 1 qismi bo'ladi. Ya'ni sigma s taqsim 6. Delta m massamizga to'g'ri keladigani bo'lsa 5 ta sigma s taqsim 6 ga teng. Moment olamiz. Demak, mx massam sigma s taqsim 6 ko'paytiraman. Sektorning massa markazi 2r taqsim pi deyotadi markazdan, barobar delta m, ya'ni 5 sigma s taqsim 6 ko'paytiramiz x ga. Ya'ni x'imiz bu markazdan qancha masofaga surilganligini ko'rsatuvchi qiymat. Qanchadir x ga surilgan, shu x ni topamiz. X ni kelib chiqaradigan bo'lsak, sigma s taqsim 6 lar deyishadi. Bizda kelib chiqadigan son qiymatimiz 2r taqsim 5 pi ekan. Endi sistemaning massa markazini topish uchun koordinatalardan foydalanamiz. Koordinatasi bo'lish demak, sektorning massa markazi bu uchidan 2r taqsim pi deyotadi. Bu yoqdan qancha masofada yotishini topadigan bo'lsak, r, buni uzunligi ham r ga teng. Lekin sektor massa markazi radiusi 2r taqsim pi qismida yotadi. Bu tarafdan bo'lsa, butunidan 2r taqsimdan ayirib olganimiz. Demak, umumiy y bo'yicha, ya'ni m2 ga to'g'ri keladiganini y2 deb hisoblaymiz. mx ga to'g'ri keladigan to'g'ri. 2r minus 2r taqsim pi masofada yotadi markazdan. Delta m massaning massa markazi o'zi shundoq ham ma'lum, x ga surilgan edi. 2r taqsim 5 pi bo'ladi. Umumiy massa markazini topish formulasiga qo'yamiz. Bu yoqda tayyor yechimimiz ma'lum.
2r taqsim 5pi ko'paytiraman 5 ta sigma s taqsim 6 qo'shaman. 2r minus 2r taqsim pi ko'paytiramiz sigma s taqsim 6 va bo'laman umumiy massamiz sigma s. Sigma slar deyishadi. 2r taqsim 6 hammasida mavjud. Demak, qavsdan tashqariga olib chiqamiz. 2r taqsim 6 qavsda ichkarida qoldi. Bu yerda 5 lar deyishadi. 1 taqsim pi qoldi birinchisidan, ikkinchisidan bundan 2r, bundan ham 2r. 1 minus 1 taqsim pi qoldi. Pilar deyishadida 2r taqsim 6, ya'ni r taqsim 3. Ya'ni dastlabkisiga nisbatan r taqsim 3 ga r ga bog'layin deyilgan edi. Javobimiz D bo'ladi. Shunda r ning 1 taqsim 3 qismigacha ko'chgan bo'ladi.